Shira cho'qilgan bo'lsalar, mana nima qilay aka? Shira cho'qilganlar. Yandexsdan pul olasizlarmi? Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro shahridagi markaziy dehqon bozorida taksi haydovchisi va avtoturargoh xodimlari o'rtasida yuzaga kelgan tushunmovchilik aks etgan video tarqaldi. Videoda haydovchi o'z mijozini olib ketayotganda xodimlar undan avtomobil eshigini ochgan holda to'lov talab qilgani yaqqol ko'rinadi. Bu holat har qanday tomoshabinda savollar uyg'otishi tabiiy. Bu yerda avtomobil haydovchisi haqmi yoki avtoturargoh xodimlari? Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 2-apreldagi 200-sonli qaroriga muvofiq litsenziyaga ega bo'lgan va qonuniy asosda faoliyat yuritayotgan yo'nalishsiz taksilar yo'lovchilarni olish hamda tushirish maqsadida bozorlar, aeroportlar, vokzallar kabi hududlarning pullik avtoturargohlariga bepul kirib chiqish huquqiga ega. Avtoturargoh xodimlarining asossiz pul talab qilishi esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda o'zboshimchalik deya kvalifikatsiya qilinib, jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Bu videoni Stoyankada hali ham pul to'lab yuradigan taksi haydovchilariga yuborib qo'ying.